Samarqandda tomosha ko'rsatgan qozog'istonliklar o'zbek xalqidan uzr so'radi. Shavkat Mirziyoyev haj ziyoratidagi o'zbekistonliklardan xabar oldi. Rossiya armiyasi Zaporojye yo'nalishida shiddatli hujum boshladi. Kiyev meri Vitaliy Klichko va Zelenskiy o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Ukrainaga qarshi urushda yaralanib O'zbekistonga qaytgan yana bir fuqaro qamaldi. Isroil G'azo shimolidan falastinliklarni majburan ko'chirishni boshladi. Endi esa batafsil. Moskva va Moskva oblastidagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, prodleniya, deport zapretni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Samarqandda tomosha ko'rsatgan qozog'istonliklar o'zbek xalqidan uzr so'radi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatida Qozog'iston avtomashinalari ko'chalar bo'ylab drift uyushtirgani aks etgan videolar tarqalib muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi holatga izoh berdi. Qayd etilishicha, holat yuzasidan drift uyushtirib qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. Qoidabuzarlarning aksariyati chet ellik avtomashina ishqibozlari bo'lgan. Biz qayerda bo'lsak ham O'zbekiston qonunlarini hurmat qilamiz. Ikkinchi marta qaytarilmaydi. Bizga tushuntirishdi. Aslida maxsus maydonda drift qilishimiz kerak edi, lekin shahar ko'chalarida drift qildik. Samarqand xalqidan kechirim so'raymiz, deydi qozog'istonlik haydovchilar. Shou tashkilotchisining ta'kidlashicha, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelgan mehmonlar bilan parad uyushtirilgan bo'lgan, lekin ularga drift uyushtirish qonunga zid ekani tushuntirilgan. Shavkat Mirziyoyev haj ziyoratidagi o'zbekistonliklardan xabar oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31-may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat rahbari haj ziyorati uchun Makka Mukarramada bo'lib turgan vatandoshlar uchun yaratilgan sharoitlar, nuroniylarning salomatligi va kayfiyat haqida so'radi. Muftiy hazratlari haj amallarini sidqidildan mukammal ado etish uchun barcha tashkiliy choralar ko'rilganini ta'kidladi. Ayni paytda 15 ming nafar hojilarimizning barchasi Saudiya Arabistoniga yetib borgan. Ularga 300 dan oshiq guruh rahbari, 50 nafar oliy toifali shifokor, 10 dan ziyod oshpazlar va boshqa mutaxassislar hamrohlik qilmoqda. Bu yil O'zbekiston tomonining talabiga muvofiq Arofat hududlaridagi chodirlar yopiq tarzda barpo etildi. Ularning atrofi issiq o'tkazmaydigan panellar bilan o'ralgan, sovutish tizimi o'rnatilgan, gilam va to'shaklar solingan. Bu hozirgi yoz kunlarida ziyoratchilarga qo'shimcha qulaylik yaratadi. Muftiy Nuriddin Xoliqnazar prezidentga ulug' ibodat fayzi bilan yurgan hojilarimizning salomi va duolarini yetkazdi. Shavkat Mirziyoyev barcha ziyoratchilarga salom yo'llab yurtimizga sog'-omon kelishlarini tiladi. Rossiya armiyasi Zaporojye yo'nalishida shiddatli hujum boshladi. Rossiya qo'shinlari Zaporojye yo'nalishida sezilarli darajada faollashdi va u yerda shiddatli hujum harakatlarini olib bormoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi o'z asosiy kuchlarini Pokrovsk, Toretsk, Liman va Novopavlovka yo'nalishlari hamda Sumy viloyatining chegara hududlariga ham qaratgan. Qo'shinlarimiz mudofaa barqarorligini mustahkamlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Bu esa frontning eng xavfli uchastkalarini zaxiralar hisobiga kuchaytirish va dushmanga nisbatan o't ochish hajmini oshirish orqali amalga oshirilmoqda. Biz taktik vaziyatni yaxshilash uchun faol harakatlarni davom ettirmoqdamiz. Jumladan agressor davlat hududida ham, deb yozdi Sirskiy Telegramda. Kiyev meri Vitaliy Klichko va Zelenskiy o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Kiyev shahar meri Vitaliy Klichko Vladimir Zelenskiy ma'muriyatini tanqid qildi va Kiyev shahar kengashi faoliyati reydlar, so'roqlar va soxta jinoiy ishlarni qo'zg'atish bilan tahdid qilish orqali falajlanganini ma'lum qildi. Bu haqda u The Times nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi. Bu urush niqobi ostida demokratik tamoyillar va institutlarni yo'q qilishdir. Bir paytlar aytgandim, yurtimizda avtoritarizm hidi kelyapti deb. Hozir esa u sasib ketgan, dedi Klichko. The Times Kiyev shahar hokimiyatida yer bilan bog'liq korrupsiyani fosh etishga qaratilgan Milliy korrupsiyaga qarshi kurash byurosining Toza shahar deb nomlangan keng ko'lamli amaliyotini eslab o'tdi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Klichkoning 7 nafar hamkori ushbu ish doirasida qo'lga olingan. Klichko esa o'z navbatida Zelenskiyni mamlakat bo'ylab harbiy ma'muriyatlardan foydalanib saylangan shahar hokimlaridan hokimiyatni tortib olishda ayblamoqda. Ko'pchilik shahar hokimlari qo'rqitilgan, ammo mening mashhurligim men uchun himoya.
Siz Chernigov merini ishdan bo'shatishingiz mumkin, ammo butun dunyo taniydigan poytaxt merini ishdan olish juda qiyin. Shuning uchun meni obro'sizlantirish va tanazzulga yetkazish uchun qo'ldan kelgan barcha ishlar qilinmoqda, dedi Klichko. Zelenskiy va Klichko o'rtasidagi ziddiyatlar Rossiya armiyasining to'liq masshtabdagi bosqindan oldin ham kuzatilgan. Ukraina prezidenti Kiyev shahar hokimiyatini korrupsiyada ayblab kelgan. Ukrainaga qarshi urushda yaralanib O'zbekistonga qaytgan fuqaro qamaldi. Joriy yil 6-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l shahar sudining ochiq sud majlisida Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yo'llanish uchun 2022-yilda Rossiya davlatiga chiqib ketgan 50 yoshli fuqaroning jinoyat ishi ko'rib chiqilib, sud hukmi o'qildi. Fuqaro Jinoyat kodeksi 154-moddasining 1-qismi va 276-moddasining 1-qismi bilan ayblangan. Sud tergovida ma'lum qilinishicha, fuqaro 2022-yilning sentyabr oyi o'rtalaridan 2023-yilning mart oyi o'rtalariga qadar yo'llanish maqsadida Rossiyaning Xutor-Molke nomli shaharchasiga borib, u yerda Rossiya Federatsiyasining Wagner xususiy harbiy kompaniyasi bilan shartnoma tuzgan. U jumladan jangchilar lagerlarida jangovar tayyorgarlikdan o'tishni hamda Rossiya fuqarosi yoki harbiy xizmatchisi bo'lmasa-da, Ukraina qurolli kuchlariga qarshi to'qnashuvlarda va harbiy harakatlarda qatnashib, bu uchun moddiy rag'batlantirilishini ko'zlagan. Sudlanuvchining tergovga ma'lum qilishicha, u 2022-yil sentyabr oylarida ijtimoiy tarmoq orqali Wagnerning e'loniga ko'zi tushadi va 240 ming rubl oylik maoshiga qiziqib minib yurgan avtomobilini yo'lkira qilish uchun 3000 AQSh dollariga sotadi. So'ng u Rossiyaga uchib ketib, u yerda Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga 4 oyga yo'llanadi. 20 kunlik tegishli harbiy tayyorgarlikdan so'ng 170 kishilik rotaga qurol biriktirishadi va 5 ta katta avtobusda ularni Ukraina davlati Donetsk viloyati hududiga olib borishadi. Fuqaro 4 oy mobaynida o'sha yerda bo'ladi va taxminan 2023-yilning 3-fevralida esa ular turgan Ura harbiy dronlar hujumiga uchraydi va u yaqinida portlagan granata parchalaridan jarohatlanadi. So'ng u gospitalda jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazadi. Bir muddat davolanib, so'ng u yana Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli harbiy bazaga qaytib boradi. Unga o'tgan 6 oy uchun maoshi berishadi va 45 kun ta'tilga bo'lib qaytib kelishni aytishadi. Shu tariqa fuqaro 2023-yilning 14-martida Toshkentga qaytadi. Biroq 2025-yil 11-fevral kuniga kelib, u yashab kelayotgan uyga Yangiyo'l shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kelishib, u turgan xonani xolislar ishtirokida ko'zdan kechirishganida xonadondan giyohvandlik moddalaridan tashqari Ukraina Rossiya qurolli mojarosida ishtirok etib yaralangani va shu bo'yicha davolangani qayd etilgan hujjatlar topiladi. Mazkur ashyoviy dalillar o'z o'rnida rasmiylashtiriladi va ish sudga oshiriladi. Fuqaro Jinoyat kodeksining 154-moddasining 1-qismi va 276-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Isroil G'azo shimolidan falastinliklarni majburan ko'chirishni boshladi. Isroil armiyasi G'azo sektori shimolida hududni doimiy ishg'ol qilishga qaratilgan keng qamrovli harbiy operatsiya doirasida falastinliklarni majburan chiqarib yuborishga buyruq berdi. Bu haqda Isroil armiyasining rasmiy vakili Avichai Adrai ma'lum qildi. U e'lon qilgan xaritaga ko'ra, chiziqning shimoliy qismidagi 2 ta shahardagi 5 ta turar joy hududi evakuatsiya qilinishi kerak. Armiya bu hududlarda harbiy amaliyotlarni kengaytirish va faollashtirish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Adrai falastinliklarni zudlik bilan hududlarni tark etib, g'arbga yo'l olishga chaqirdi.